So'nggi yillarda O'zbekiston sanoat sektori jadal rivojlanmoqda. Mamlakat iqtisodiyotining barqarorlashuvi va rivojlanishida sanoat korxonalari muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonda asosiy maqsad importga bog'liqlikni kamaytirish, ichki bozorni mahalliy mahsulotlar bilan to'ldirish va eksport salohiyatini oshirish orqali milliy iqtisodiyotni mustahkamlashdir. Shu strategik yo'nalishdagi eng muhim loyihalardan biri Urgut tumanida joylashgan Sunferry Group korxonasidir. Mamlakatimiz rahbarining Samarqand viloyatiga tashrifi davomida e'tibor qaratilgan navbatdagi yirik obyekt aynan ana shu quvvat bo'ldi. Bu esa loyihaning nafaqat iqtisodiy, balki mintaqaviy ahamiyatini ham yaqqol ko'rsatmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyevning yirik sanoat majmuasiga tashrifi nafaqat korxona faoliyatiga berilgan yuqori e'tibor, balki mamlakatning yangi sanoat siyosati va ijtimoiy taraqqiyot strategiyasi o'z aksini topgan muhim voqea ham bo'ldi. Boisi O'zbekistonda so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan sanoat siyosatining mazmun mohiyati iqtisodiyotning ichki strukturasini diversifikatsiya qilish, mahalliy ishlab chiqarishni ko'paytirish va raqobatbardosh milliy brendlarni shakllantirishdan iborat. Bugungi kunda mamlakatning barcha hududlarida yangi korxonalar barpo etilayotgani, mavjudlariga ilg'or texnologiyalar jadal joriy qilinishi, erkin iqtisodiy zonalarning iqtisodiy faollashgani bu jarayonning asosiy lokomotiviga aylandi. Mutasaddilar bu yerda ham prezidentimizga loyihaning iqtisodiy ko'lami va investitsion imkoniyatlarini keng ifodalab berdilar. Urgut erkin iqtisodiy zonasining O'ramas massivida barpo etilgan mazkur korxona keyingi yillarda mamlakatimizda tadbirkorlik subyektlariga yaratilayotgan qulay imkoniyat, imtiyozlar va eng muhimi barqaror investitsiya muhiti samarasi sifatida vujudga kelgan zamonaviy sanoat majmuasidir. Davlatimiz rahbarining to'g'ridan-to'g'ri qo'llab-quvvatlovi, infratuzilmani keng yo'lga qo'yish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar bu hududda sanoatlashuvning yangi bosqichini shakllantirdi. Dastlab faoliyatini xorijdan keltirilgan butlovchi qismlar asosida bir nechta maishiy texnika turlarini yig'ishdan boshlagan korxona qisqa vaqt ichida to'liq siklda ishlab chiqarish tizimini yo'lga qo'yishga erishdi. Bugungi kunda mazkur majmua muzlatgich, gaz plitalari, ichimlik va oziq-ovqat pechlari, chang yutgich, dudbiron, elektr dvigatellariga asoslangan maishiy uskunalar, shuningdek zamonaviy dizaynga ega temir eshiklar ishlab chiqarish bo'yicha barqaror o'rin egallagan yirik kompaniyaga aylandi. Davlatimiz rahbariga korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar nafaqat mahalliy bozor talablarini qondirayotgani, balki tashqi bozorlarda ham o'z brendi va sifati bilan raqobatbardoshlikka erishayotgani keng miqyosda ifodalab berildi. Bugungi texnologiyalar, avtomatlashtirilgan liniyalar, energiya tejamkor uskunalar va innovatsion muhandislik yechimlari Ferry Group kabi yirik ishlab chiqarish majmualarini mintaqaning sanoat markazlaridan biriga aylantirmoqda. Shu bilan birga korxonadagi ishlab chiqarish quvvatlarining kengayishi, yangi ish o'rinlari yaratilishiga, mahalliy xom ashyodan keng foydalanishga, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ulushining oshishiga va hududning ijtimoiy iqtisodiy taraqqiyotiga katta hissa qo'shmoqda. Ferry Group maishiy texnika ishlab chiqarish loyihasi umumiy qiymati 30 million AQSh dollarini tashkil etadi. Loyihadagi moliyalashtirishning tarkibi esa quyidagicha, ya'ni o'z mablag'i 15.4 million dollar, xorijiy investitsiyalar esa 7 million dollar, xorijiy bank kreditlari esa 11.6 million dollarni tashkil etadi. Sanoat maydoni esa 13.6 gektar. Bu yerda zamonaviy ishlab chiqarish liniyalari, laboratoriyalari va sifat nazorati tizimlari joriy etilgan. Ilg'or uskunalar Germaniya, Turkiya, Italiya va Xitoyning eng so'nggi rusumdagi texnologiyalar hisoblanadi. Bu yerda Dorsa, Cleo, Ferry kabi brendlar ostida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan yorlig'i bilan tayyorlanayotgan mahsulotlar Markaziy Osiyo bozorlari va Ozarbayjonga eksport qilinmoqda. Akmalaga yaqingacha ham eslayman, 2017-yilda dastlab atigi 100 ta ishchi o'rni bilan faoliyatingiz boshlagandingiz. Sanoqli bir turdagi mahsulotlaringiz bor edi. Bugun davlatimiz rahbari mana shu sohaga e'tibori, tadbirkorlarga beryapti turgan bir imtiyozlari, ko'maklari tufayli korxonangiz qay darajada bir ko'lami kengayib bordi? Bemalol aytishim mumkin, bizning korxonamiz haqiqatda yangi O'zbekistonda shakllangan, barqaror rivojlanayotgan korxonalar deb aytsak bo'ladi. Yurtboshimiz siyosatlari shuncha yaratib bergan imtiyozlar, sharoitlar hisobiga hammasi amalga oshib kelinyapti. 1.9 gektar yer bilan bor yo'g'i 3 xil mahsulot ishlab chiqarganmiz. Unda ham esa bizda mana shu gaz plitalardan boshlagan bo'lsak, o'zimizda yig'ilgan va sotilgan. Ya'ni oldingi zamonda ko'proq tijoratga e'tibor qaratgan tadbirkorlar har doim prezidentimizning gaplari menga motivatsiya bo'ladi. Har doim tannarxni tushirib turish kerak, sifatni yaxshilash kerak, raqobatbardoshlik bo'lish kerak degan gaplar bilan shuncha vaqt ichida biz hozirgi vaqtda 44 ta sex yaratib, mana shu 25-yilgacha 44 ta ishlab chiqarish uchastkamizda juda ham ko'p mahalliylashtirish loyihalarini amalga oshirdik. 4 yil davomida biz 1000 ta ishchi o'rnidan ziyodini yaratdik. 21-yilda haqiqatan faqat gaz plita bilan 2-3 xil
xolodilnikimiz bo'lgan bo'lsa, undan keyin mana biz shu qisqa davr ichida isitgichlar, chang yutgichlarni, kullerlarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. Undan tashqari yangi turdagi maishiy xolodilnik modellarini va mamnuniyat bilan, xursandchilik bilan aytolganim, yana mana shu hozir biz turgan seximiz bu yangi ishlab chiqarish maishiy xolodilnikda nofrost standartida ishlaydigan yangi ishlab chiqarish quvvatimiz 2 oy oldin ishni boshladi. Allaqachon biz atrofdagi barcha davlatlarga eksport ham qilib ulgurdik. Energiya tejamkor, yuqori sifatli xolodilniklarimiz chiqib boshladi. Ichki bozordagi raqobat muhitida ham Ferri o'z o'rnini topgan brendga aylangan. Yillik quvvati hozircha 250 ming dona mahsulot. Bu taxminan 440 milliard so'mlikni tashkil etadi. Loyiha nafaqat iqtisodiy barqarorlikni ta'minlamoqda, balki mahalliy aholi uchun mingdan ortiq yangi ish o'rinlarini ham yaratyapti. Bu faoliyat nafaqat daromad manbai, balki mahalliy kadrlar bazasini rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikka ham salmoqli hissa qo'shadi. Bugungi kunda korxona mahsulotlarining mahalliylashtirish darajasi qariyb 85% ni tashkil etadi. Bu raqam ishlab chiqarishda mahalliy xomashyo va butlovchi qismlar ulushining keskin oshganini, xorijiy texnikalarga bog'liqlik yetarlicha kamayganini anglatadi. Mahalliylashtirish jarayonining bundan yuqori darajada ekani ayniqsa O'zbekistonda sanoat tarmoqlarining chuqur qayta ishlash, yangi ish o'rinlari yaratish va mahalliy tadqiqot ishlanmalarini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Loyihaning milliy iqtisodiyotga ta'siri ayniqsa quyidagi yo'nalishlarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Birinchisi, byudjet tushumlarining oshishida. Korxonadan davlat byudjetiga har yili taxminan 45 milliard so'm miqdorida soliq va majburiy to'lovlar tushmoqda. Bu nafaqat davlat moliyasini barqarorlashtirish, balki hududiy infratuzilma, ijtimoiy sohalar va yangi loyihalarni qo'llab-quvvatlash imkonini kengaytiradi. Ikkinchisi, importni qisqartirish va valyuta tejashda. Ichki bozordagi maishiy texnikaga bo'lgan talabning katta qismi mahalliy ishlab chiqarilgan mahsulotlar bilan qoplanish natijasida mamlakat har yili millionlab dollarlik import xarajatlaridan xalos bo'lmoqda. Bu esa tashqi savdo balansini yaxshilash, milliy valyutaning barqarorligini saqlash va tashqi iqtisodiy xavflarni kamaytirishga xizmat qilmoqda. Prezidentimiz mahalliy mahsulotlarga o'tish bu nafaqat arzon va sifatli texnik tanlov, balki strategik ravishda O'zbekistonning industrial mustaqilligi va iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda muhim qadamdir deya ta'kidladi. Shuningdek, korxona nafaqat tovarlar qiymati orqali daromad keltiradi, balki ishlab chiqarish jarayonida mahalliy ta'minotchilar, xizmat ko'rsatuvchi shirkatlar va transport sektorini ham faollashtiradi. Bu iqtisodiy zanjir yaratish orqali mahalliy iqtisodiyotga ko'p qirrali ta'sir ko'rsatadi. Prezidentimiz bu yerdagi ishlab chiqarish jarayonini yaqindan kuzatdi, texnologik liniyalar bilan tanishdi, mutaxassislar va mas'ullar bilan ochiq muloqot qildi. Davlat rahbari maishiy texnika bozorida raqobat tobora kuchayib borayotganini ta'kidlar ekan, har bir mahsulot xalqaro standartlarga to'la mos, energetik jihatdan tejamkor va iste'molchi uchun qulay bo'lishi zarurligini alohida qayd etdi. Prezidentimiz shuningdek korxonaga berilayotgan imtiyoz va imkoniyatlar, soliq yengilliklari, infratuzilmaviy qo'llab-quvvatlash, logistika sharoitlarining yaxshilanishi, ko'proq qiymat yaratish, eksport hajmini oshirish va yangi bozorlarga chiqish uchun xizmat qilish kerakligini ta'kidladi. Bu borada korxona oldiga mahsulot turlarini diversifikatsiya qilish, eksport geografiyasini kengaytirish va zamonaviy texnologiyalar asosida ishlab chiqarish quvvatlarini yanada oshirish bo'yicha aniq vazifalar qo'yildi. Prezidentimiz tashrifi nafaqat monitoring, balki yangi marralarga ilhom beruvchi amaliy dastur vazifasini ham bajardi. Korxona faoliyatining keyingi bosqichi davlat tomonidan yaratilgan qulay sharoitlarni to'liq va samarali ishga solishga qaratilishi kerakligi qayd etib o'tildi va yana shuncha mablag' tadbirkorga amaliy ko'mak sifatida berilishini ta'kidladi prezidentimiz. Bu esa hudud ahliga yanada katta imkoniyatlarni berishi, sanoatda sezilarli yangilanishlar amalga oshishiga tayanch bo'ladi. Texnikamiz Ferri brendi bilan tanilgan. Bu turk hamkorlar bilan birga biz agar ishni boshlagan vaqtda bu brendni tatbiq qilgan bo'lsak, hozirgi vaqtda savdo sovutgichlari, savdo muzlatgichlari bo'yicha professional korxona deb hisoblanamiz. Bizning Cleo brendimiz bu darhaqiqat 22-yil biz buni intellektual mulk agentligidan tasdiqlab oldik. Nafaqat O'zbekistonda, balki dunyoning 58 ta mamlakatda ham bu brendni qamrab oldik biz. Madridda intellektual mulk agentligi orqali va hozirgi vaqtda ko'p harakat qilyapmiz. Korxonamizda ham sifat, ham tannarx jihatdan yaxshi mahsulotlarni yetkazib berishga, xorijdagi davlatlar, Yevropa, AQShga ham o'zimizni bozorimizni ochish uchun. Navbatdagi bosqichda bizda yangi yana loyihalarimiz bor. Qanaqa sinov qilasizlar, nima laboratoriyalaring bor deb ko'p so'ralyapti. Shuning uchun 26-yilda biz professional laboratoriya tashkil qilmoqchimiz. Ya'ni sinov test markazi desa ham bo'ladi va bu orqali nafaqat o'zimizning korxonamiz uchun, balki barcha atrofdagi Samarqand viloyatidagi, boshqa viloyatdagi xohlovchi elektrotexnika mahsulotlari ishlab chiqaruvchilar ham
xizmat ko'rsatmoqchi biza. Davlat sherikchilik asosida bo'ladigan loyiha bo'ladi. Katta brendlar, misol Coca-Colaga o'xshagan brendlar xalqaro audit o'tkazadi tashkilotlarda va ularning eng asosiy talablaridan biri mana shunaqa professional xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriyalar bo'lishi kerak ekan. Agar uni tatbiq qilsak, menimcha nafaqat bizning korxonamiz uchun, balki elektrotexnika sanoatini rivojlanishi uchun, mana shunaqa tijorat sovutgichlarni ishlab chiqaruvchilar uchun ancha rivojlanishiga turtki bo'ladi. Ferry Group loyihasi bu O'zbekiston sanoatidagi strategik tashabbuslar, mahalliy ishlab chiqarish va ijtimoiy barqarorlikning amaliyotdagi namunasidir. Ijtimoiy samarasi minglab ish o'rinlari, kasbiy o'sish, oilalar farovonligi oshishi demakdir. Innovatsion samarasi zamonaviy texnologiyalar mahalliylashyapti. Hududiy samarasi Urgut sanoat hubiga aylanmoqda. Prezidentimiz tashrifi esa bu jarayonni yanada tezlashtirib, korxonani milliy sanoat rivojining yetakchisi sifatida belgilab berdi. Hozirgi kunda bizning asosiy tovarimiz bu vitrin housing bo'ladi. Yiliga 40 ming donadan ortiq ishlab chiqariladi. 150 kishi ishlaydi. Hozirgi paytda 8 ta davlatga eksport olib borilmoqda. Bu qo'shni davlatlar Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Afg'oniston, keyin Rossiya, Ozarbayjon davlatlari. Bizning asosiy hamkorlarimiz bu Baltika bo'ladi. Rossiyaga katta eksport qilinadi. Tojikistonga Pepsi kompaniyasi bilan shu yil shartnoma qildik. Tojikiston Pepsiga eksport bo'ladi. 26-yili esa kamida 50% qo'shib 15 million eksport qilish rejamiz bor. Bizlar avval mana shu joylar kolxoz yerlar edi. Dehqonchilik qilaydik, tamaki ekaydik. Mana hozir qarang, zavodlar qurilib, zavodlarda qancha o'zgarishlar bo'lib, hamma narsamiz toza, chiroyli, tadbirkorlarga berilgan imkoniyatlardan qarang, hammani foydalanib, biz ishchilar ham mana shu orqali ishlab kelmoqda bizlar. Mana hozir bu yerda xolodilniklar, sovutgichlar, gaz pechlari, dudburonlar, mini pechlar ishlab chiqarilyapti, pilisoslar, chang yutgichlar. Tadbirkorlarga bergan imkoniyatlar uchun mana shuncha rivojlanish bo'lib, bizga o'xshagan oddiy ishchi, oddiy ayollar mana shu yerlarda shunday zavq bilan o'z ishimizni qilib kelyapmiz. Ishchilarga mana shu zavodimizda o'quv kurslarimiz bor. Kompyuter kurslari bor. Keyin o'sha rahbarimiz o'zi mana o'qishga layoqati borlarni o'zlar o'qishga jo'natadilar. O'zlar o'qitib yana shu yerda kelib ishlar bilan ta'minlab bermoqdalar. Sovutgichimiz ham yangi brendda yangi ochildi. Mana shu sexda shu yildan nasib bo'lsa bular ham yo'lga tushib ketadi hammasi. Biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlar jahon bozorlariga sotilyapti. Oddiy so'z bilan aytsam, bir do'konga kirsam ham ochib qarayman-da, mana bu narsani men yasaganman. Keyin so'rayman, bu yaxshi ishlaydimi, yo'qmi? Yaxshi ishlaydi desa aytaman, buni men yasaganman. Mana shu narsa menga g'urur va katta baxt beradi-da. Jarayonlar shu bilan to'xtamaydi. Bu tashrif nafaqat korxonaning strategik ahamiyatini tasdiqladi, balki mamlakatimizda mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash va eksport salohiyatini oshirishga qaratilgan davlat siyosatidagi ustuvor yo'nalishlarni yanada ochiq ko'rsatdi.